Assalomu alaykum agrotexnika kanali obunachilari. Yaqinda ayniqsa Texha motovloyda eng originali qaysi ekan deb o'ylab yurgan akalarimiz uchun 2026-yil eng oxirgi vipiskadagi original Texha motovloylarni albatta optim narxlarda biz sizlar uchun akalar sotuvga chiqardik. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar, men sizlarga qisqacha obzor qilib beraman. Birinchi navbatda akalar brend nomlari ham boki qismiga ham korobka qismlariga o'yib yozilgan akalar. Bokilari 5 litr bo'ladi. Maslinniy vozdux bilan gulishtil yonida joylashgan. Old qismida akalar dugalari bor. O'zini o'zi bemalol xavfsizligini ta'minlaydi. Bundan tashqari karburatorlari original Yaponiya firma o'yib yozilgan original karburatorlar qo'yilgan. Korobkalari akalar 900 bo'ladi. 170 original motor qo'yilgan. 7,5 ot kuchi. Balonlariga kelsak, balonlari 400 ga 10 bo'ladi akalar. Agarda sizlar uchun shirokiy balonli variantlari kerak bo'lsa, sizlar uchun dizaynlarga o'zlaring bitta baho beringlar. Shirokiy balonli Texha motovloyda eng originalini ham sotuvga olib keldik akalar. Bunisini ham old qismida dugalari bor, maslinniy vozdux hamda gulishtilar joylashgan. Vozduxlariga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar akalar. Ham boki qismiga, ham korobka qismiga brend nomlari o'yib yozilgan. Ikkalasini ham motor qismlarida maslinniy datchiklari bor. O'zini o'zi udobstvo qiladi akalar. Balonlariga kelsak, balonlari 700 ga 8 bo'ladi akalar. Shirokiyligini o'zlaring ko'rib turibsizlar. Orqa sandiylari akalar temir. Original. Texani qaysi bir eng original desa, mashinasini qo'rqmay ko'rsataverasizlar akalar. Sizlar uchun akalar bu motovloylarni optim narxlarda sotuvga chiqardik. Narxlariga kelsak, 4,300,000 so'mdan 5,5 milliongacha komplektiga qarab bo'linib ketaveradi. Telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik. Manzilimiz Ma'lon shahar Kombinat bozorida. Agarda kimga yana ham batafsilroq ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmatimiz mavjud. Biz sizlarni kutib qolamiz.